qaysi novostroykada ko'rgansizlar hovlisini shunaqa karcherlar bilan top toza qilib saqlashini. Hozir men Imperial Club City'daman, Aleskida joylashgan. Juda ham zo'r novostroykamiz, dvorlariga shunaqa e'tibor berib qo'yishgan, ko'rishingiz mumkin. 2 etajli terrasasi bor. Barbekyu zonalari, stadionlari, детский площадкалар. Xudo xolisa kelajakda bu yoqda trenajyorniy zal, basseynlari bo'ladi. Shu yerda yashovchilar uchun menda 40 kvadrat, 33 kvadratli kvartiralar sotuvga chiqdi. Bu yerda 129 ming, 105 ming har xil narxlari. Telefon qilsanglar to'liq ma'lumot beraman. Hozir bo'lsa qisqacha obzor qilib beraman. Xo'p, bu kvartiramizni kunlik vaqt o'tkazish uchun qilingan joyi. Shunaqa o'zini televizorli zonalari bor. Okamgular bilan hozir obzor qilgani kelganmiz. Bu yerda mana shunaqa chiroylikkina oshxona. Kvartiramiz to'liq jihozlangan. Kirishimiz chap qo'lda sanuzel, bu yerda alohida spalnigi bor. Shu nomerlarga aloqaga chiqinglar, xudo xolisa agar sizlarda 100 ming, 150 ming atrofida pulingiz bo'lsa, arendaga qo'yishga yaxshi narsalar qidirayotgan bo'lsangiz, mana mana shu narsalarni sizlarga men taklif qilaman. Xudo xolisa chiroyli narxlarda baraka qilib olib beraman.